Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun mebel markaziga ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu ishimiz uzunligi 2 metr, bo'yi 2.30. Stolichni salari ham zavodskor, qog'oz kafel. Bu ishimizni bo'ladigani 2 million 400 ming so'mga beramiz. Keyin ma'di ishlarimiz bor mana. Bunimiz uzunligi 2 metrga, bo'yi ham 2 metr, stolichni zavodskor, orqalari ham emediganlar. Bunimiz aksiya narxida, xudo xolasa 1 million 600 mingga beramiz bu ishimizni. Bu svetimiz ham bor. Razmeri 2 metrga 2 metr. Bunimizni ham 1 million 600 mingga beramiz, xudo xolasa. Keyin bu yerimizda ham 2 metrligimiz bor. Bu mokriy svetimiz, kombinatsiya bo'lgan. Bu ishimizni ham 1 million 600 ming so'm aksiya qo'yib qo'yganmiz. Mana bu kichkina ishimiz bor. 1.20 ga, bo'yi 2 metr. Stolar zavodskor stolichnisi. Bu ishimizni bo'ladigani 1 million so'mga chiroyli qilib beramiz. Bu tomon ishlarimiz ham bor. Bu yerda ishlarimiz ham bir xil, 2 metrga 2 metr aksiya narxida ishlarimizda 1 million 600 ming so'mli ishlarimiz. Bu tomonda ishimiz 2 metrga, bo'yi 2.20-25. Bu ishimiz orqalasi kafel, kofe svetidan, stoli zavodskor stolichnisi. Material rossiyskiy laminat. Bu ishimizni xudo xolasa 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Bu ishimiz uzunligi 240 ga, bo'yi 2 metr. Bu ishimizni bu narxda xudo xolasa 2 million 300 ming so'mga beramiz.